Aha, bo'laveradi aka o'sha variantidan. Bo'ldi akajon. Xo'p aka. Alo. Assalomu alaykum aka. Ha, ishxonadan qayerda bo'lardim aka? Ha, sog'li premyerasi uchun sezonni olyapman aka. Aha, kelavering aka, ishxonadanman. Xo'p aka, xo'p. Aha. Bering ssenariyni. Aha. Biladi, er Moskvada xotin boshqasi bilan solishmoqchimi? Tayyormisizlar bo'lmasa, bu qo'ydi qo'ltiqlari. Kamerachi, tayyormisiz? Action. Erim telefon qilib. Kim? Biladi, erim deyapti-ku, aylanib ketdi, qulog'ingizga otdi-ki. Moshina chiqdi, keyin kadr. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayaz qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Конечно, yaxshi bo'ladi. Aylanib ketdi. Yog'dan soqqa kelyapti. Bag'dan somsa maza qilyapti boshqa sop bilan. Biladi, qanday maza qilmasa. Ha. Kelyapti-kan? Ha, yangi yilga yaqin kelaman dedi. Bankka pul tashlabdi. Ertaga chiqib bo'shanib olishim kerak ekan. Ha, juda ma'qul-da. 50 kungacha bo'lmasam, hali anchagina vaqtimiz bor ekanda. Shu bir narsaga o'ylanaveraman-da. 50 kelgandan keyin unutib olmaysizmi? Siz uchun alohida vaqt ajrataman. Voy, aylanib ketdi, qatig'ida qotili. Moshina chiqdi, keyin kadr. Nima erta kunda yo'g'on olding, ne? Soat 7 ham bo'lgani yo'q. Yana anetayda o'tirishingni qara. Malades, kelinni bir pasta o'ziki qo'yapsan, ko'z tegmasa. Aylanib ketdi. Keyin kadr. Turing, erim keldi. Kim? Erim. Nima deyapsan? Eringni qishda kelyapti gapding-ku. Ha, nima qilsin bechirayam, yog'dan soqqani jo'natsa-yu, bag'dan boshqasi solsa ham abidnada aylanib ketdi. Namchechida otishing qiyin bo'ldi. Mahalladan kirib kelayotganim yo'qman, men Rossiyadan kelyapman. Malades, hatto bir shikalat ko'tarib kelmabsiz-da, unga o'xshab pustoy kelmasdan. Kanishda keyin quruq qatiq kimga kerak? Ha, bo'pti. Xo'p, men dush qilib chiqaman. Choy qo'yib tur. Bahodir, chiqing. Dushga kirib ketgandan foydalanib chiqib keting, bo'ling. Maras, sakkizinchi men uyimda. Akam o'zim tushuntirib beraman deyapman, aka. Kamerachi, bo'ldi, stop. Menga qarang, bag'da urishmaylar. Bunda o'ylab qarasalar, ikkalanga ham yetadi. Bittalari arqa mahallani xabar olsalaring, bittangiz oldini. Zerikkanni keyin alishaverasizlar. Nima farqi bor?